Keling, aka, nima xizmat? Ertaga seriyozli joydan mehmonlarim bor. Ularni oldi, uyaltirib qo'ymaydigan cho'tka qilib set qilib bering. Bo'ldi, aka, gap yo'q. Bir og'iz so'zingiz. Xo'p, sizga Sharkivi Damashniy injekadan bitta qilib beraman. Otni surqazilaridan, zo'r joylaridan, sochni chiqadiganidan qilib berdim bitta. Archali ruletimizni, tandir ruletimizni, sochning moshni chiqadi bu ham. Ot go'shtidan ruletimizni. Qazini eng kattasi 1,5 kiloligidan qilib beryapman. Damashniy retsept asosida tayyorlangan kopchonniy kolbasamiz. Bu aristokrat kolbasamizning Damashniy varianti. Napoleon yangi chiqqan ruletimizni. Ichida yog'lari bo'ladi, chetida go'shtlari bo'ladi. Juda ham mazali. Mana shu sizga tavsiya qilaman. Okey, zakazingiz tayyor. Xudo xolisa mehmonlaringiz oldi, sizni uyaltirib qo'ymaydi. Mana marhamat. Sizga ham shunaqa tabiiy, sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.